Bo'ldi, tabriklaymiz. Hammaga katta rahmat. Shu bilan birinchi kun tartibidagi masalamiz to'g'ri nihoyasiga yetdi. Kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tishgacha 5 daqiqa e'lon qilib maksimum boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzuida davlat instituti himoyasi. Ilmiy rahbar iqtisodiyot fanlari nomzodi professor Ashurov Muhammadjon rasmiyatan endi davlat fanlari professor va davlat fanlari dotsenti Aziz Sanjar Ashurov belgilangan. Yetakchi tashkilot Andijon davlat universiteti. Xo'p, tadqiqotchini haqidagi ma'lumotlar va shaxsiy hujjatlari mana shu uchun so'z Abdurahmonova Shohida Ravshanova 1987-10-aprelda Farg'ona viloyati Farg'ona shahrida tug'ilgan, millati o'zbek, oilali. 2003-2007 yillarda Farg'ona Politexnika institutini menejment bakalavriat ta'lim yo'nalishida hamda 2007-2009 yillarda Farg'ona Politexnika instituti menejment magistratura mutaxassisligini tamomlagan. Abdurahmonova Shohida Ravshanova 2010-2012 yillarda Davlat tijorat xalq banki Farg'ona shahar filialida yetakchi mutaxassis, 2012-2019 yillarda bosh mutaxassis, 2019-2020 yillarda xususiy tadbirkor, 2021 yil sentyabr oyidan beri Farg'ona Politexnika instituti menejment kafedrasi assistenti bo'lib faoliyat yuritgan. 2023 yildan buyon Farg'ona davlat texnika universiteti tayyor daktarlari. Dissertatsiya tadqiqot mavzusi bo'yicha tadqiqot ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan e'tirof etilgan ilmiy jurnallarda nashr etilgan. Tadqiqotchi Abdurahmonova Shohida Ravshanova mutaxassislik fani hamda chet tili fanlaridan malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universitetida bajarilgan. Abdurahmonova tibbiyot muassasalarida raqobat bardoshligini boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzusidagi 08-00-13 menejment ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi 2025 yil 28 iyunda Farg'ona davlat texnika universiteti menejment va marketing kafedrasi kengaytirilgan majlisini 3-sonli yig'ilishida 2025 yil 4-sentyabrda Farg'ona davlat texnika universiteti ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti moliya va buxgalteriya iqtisodiyot menejment va marketing kafedralar aro ilmiy seminarining 11-son yig'ilishida muhokamadan o'tgan hamda 2025 yil 7-noyabrda Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash xoslik ilmiy seminar majlisining 6-sonli yig'ilishida muhokama qilingan va ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etilgan. E'tiborlar uchun rahmat. Ulardagi kengash a'zolari tadqiqotchining ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari bo'yicha ma'lumotni qabul qilish degan taklifni qarshilar yo'q. Xo'p. So'z dissertatsiyaga beriladi. Dissertatsiya mavzusi mavzuligi tadqiqot natijalari bilan tanishish. Assalomu alaykum hurmatli ilmiy seminar a'zolari. E'tiboringizga tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish nomli dissertatsiya ishimizning yakuniy natijalarini havola etmoqchimiz. Jahon miqyosida sog'liqni saqlash tizimida tub o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Demografik omillar, texnologik taraqqiyot, moliyaviy bosimning ortishi, bemorlarning xulq-atvori va kutishlarining o'zgarishi, sog'liqni saqlash va telemeditsinaning keng tarqalishi raqobat sharoitini tubdan o'zgartirish va sog'liqni saqlash bozoridagi raqobat sharoitini kuchayishi natijasida tibbiyot muassasalari, jumladan oftalmologiya sohasida raqobatbardoshlikni ta'minlash va xizmat sifatini oshirish uchun o'z strategiyalarini tubdan qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda.
Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha kamida 2,2 milliard kishini ko'rish qobiliyatida muammolari mavjud va bu insonlarning kamida 1 milliardida bu muammolarni oldini olish mumkin edi. Mazkur sohada xizmatlar sifatini oshirish maqsadida tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni strategik boshqarishni takomillashtirishga oid masalalarning hal etilishi ustuvor vazifa va yo'nalishlar sifatida belgilangan. Tadqiqotimizning maqsadi tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish va rivojlantirish bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotimizning qo'yilgan maqsaddan kelib chiqqan holda bir qator vazifalar belgilangan va ushbu vazifalar slaydimizda aks ettirilgan. Tadqiqotning obyekti sifatida Farg'ona viloyatidagi oftalmologik muassasalar faoliyati va ularning boshqaruv jarayonlari olingan. Tadqiqotimizning 4 ta ilmiy yangiligi slaydimizda aks ettirilgan. Sizning ruxsatingiz bilan tadqiqot natijasida olingan ilmiy yangiliklar bilan tanishtirsam. Birinchi ilmiy yangilik: tibbiyot muassasalarida resurslardan foydalanish darajasi, raqobat va boshqaruv jarayonlariga subyektiv hamda obyektiv omillar ta'sirini ko'p mezonli integral indekslar orqali baholashga asoslangan integratsion baholash modeli ishlab chiqilgan. Sog'liqni saqlash sohasi iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, unda tibbiy xizmatlarning ahamiyati alohida e'tiborga loyiq. Sog'lom jamiyat mehnat unumdorligini oshiradi va iqtisodiyotning boshqa sohalarida rivojlanishiga hissa qo'shadi. Sog'lom ishchi kuchi yuqori samaradorlik bilan ishlaydi. Bu esa ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida o'sishga olib keladi. Natijada yalpi ichki mahsulotning ortishi va iqtisodiy barqarorlik uchun asos yaratiladi. Bizning fikrimizcha, raqobat va boshqaruv jarayonlari o'rtasidagi bog'liqlik tashkilotning samaradorligi va muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Raqobat boshqaruv jarayonlarini harakatlantiruvchi kuch sifatida xizmat qiladi. Bu jarayonlar orqali tashkilotlar o'z resurslarini samarali boshqarish, innovatsiyalarni joriy etish va xizmat sifatini oshirishga intiladi. Raqobat sharoitida tashkilotlar doimiy ravishda o'z strategiyalarini optimallashtirishga majbur bo'ladi. Bu jarayon strategik rejalashtirishdan tortib kundalik operatsion faoliyatgacha bo'lgan barcha darajalarni o'z ichiga oladi. Boshqaruvning strategik, operativ va taktik komponentlari raqobat omillarining doimiy tahliliga asoslangan holda takomillashtirib borilishi lozim. Innovatsiyalarni joriy etish, optimal qarorlar qabul qilish va tashkilotga mos boshqaruv uslubini qo'llash esa bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi. Biz tomonimizdan tibbiyot muassasalarida resurslardan foydalanish darajasi, raqobat va boshqaruv jarayonlariga subyektiv hamda obyektiv omillar ta'sirini ko'p mezonli integral indekslar orqali baholashga asoslangan integratsion baholash modeli ishlab chiqilgan bo'lib, u tibbiyot muassasalarining aniq va kompleks baholash imkonini beradi. Model 3 ta blok resurslardan, ya'ni resurslardan foydalanish indeksi, raqobat indeksi va boshqaruv jarayonlari yetukliligi indeksi kabi mezonlarga asoslanadi. Tadqiqot davomida har bir blok uchun amaliyotda o'lchanadigan va boshqaruv qarorlariga ta'sir qiladigan indikatorlar tanlab olingan va indikatorlar pasporti ishlab chiqilgan. Pasportda indikatorlar ro'yxati, o'lchov birligi, manbalar, ya'ni obyektiv va subyektiv manbalar, yo'nalishi, yaxshi bo'lsa oshadigan yoki kamayadigan ko'rsatkichlar keltirilgan. Obyektiv ma'lumotlarimizga resurslardan foydalanish, xizmat hajmi va dinamikasi, shikoyatlar va xatolar, hujjat aylanishi kabilar kiritilsa,
subyektiv ma'lumotlarga so'rovnoma va ekspert baholariga tayangan ko'rsatkichlarni kiritamiz. Ya'ni bularga bemorlar qoniqishi, xizmat tezligi va qulayligi bahosi, xodimlar nuqtai nazaridan resurs yetarliligi, ish yuklamasini adolatliligi, rahbarlik samaradorligi, ichki kommunikatsiya, o'zgarishga tayyorgarlik kabi ko'rsatkichlarni kiritganmiz. Indikatorlar ro'yxati, o'lchov birligi, manbalar va yo'nalishi demak pasportimizda mana ko'rsatib o'tilgan. Ushbu rasmda ishlab chiqarilgan integratsion model yuqoridagi omillarni bir tizimga birlashtiradi. Modelda asosiy kompetensiyalar, operatsion va texnologik imkoniyatlar, moliyaviy resurslar, intellektual mulk, brend qiymati va reputatsiya bilan uyg'unlashadi. Model markazida koordinatsiya va menejment turib, u orqali yangi diagnostik xizmatlar, jarrohlik amaliyotlari yoki lazer texnologiyalari asosida innovatsion xizmatlar bozorga taklif etiladi. Natijada bemorlarga xos xizmatlar yaratiladi, daromadlar barqaror oshib boradi va muassasa bozordagi raqobatchilar bilan muvaffaqiyatli bellashadi. Keyingi slaydimizda keltirib o'tilgan oftalmologik tibbiyot muassasalarining raqobatbardoshligini boshqarish strategik mexanizmi kiritilgan. Bu yerda strategik maqsad tuzishdan tortib, ichki va tashqi muhit tahlili, raqobatbardosh tibbiy xizmatlar strategiyasini ishlab chiqish va uni balans scorecard yordamida natijaviy baholashgacha bo'lgan bosqichlar aniq ko'rsatilgan. Bu yerda bemor tajribasini monitoring qilish, profilaktik xizmatlar bazasini shakllantirish va raqamli texnologiyaga asoslangan xizmatlarimiz taklif sifatida kiritib o'tilgan. Undan tashqari ko'z parvarishi dasturi, ko'z akademiyasi dasturlari, moslashuvchan narx siyosati kabi ko'rsatkichlarimiz kiritilgan. Ushbu ilmiy yangilikni joriy etilganligi natijasida ko'p mezonli integral indekslar orqali baholashga asoslangan integratsion baholash modeli tibbiyot muassasalarining raqobatbardoshligini aniq va kompleks baholash imkonini beradi. Shu jumladan tibbiy kompetensiyalar, strategik va operatsion imkoniyatlar, tibbiy turizm salohiyati, moliyaviy indikatorlar, korporativ madaniyat, muassasa mavqei, muassasalarni kuchli va zaif tomonlarini to'liq ochib berishiga, shuningdek strategik rejalashni takomillashtirish, xizmatlar sifati va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qilgan. Ikkinchi ilmiy yangiligimiz bilan tanishtirsam, ruxsatingiz bilan. Zamonaviy texnologiyalar, raqamli xizmatlar va integratsiyalangan boshqaruv konsepsiyasi asosida oftalmologiyaga ixtisoslashgan tibbiyot muassasalari faoliyatini optimallashtirishga qaratilgan Smart klinika biznes modeli ishlab chiqilgan. Ushbu modelda asosiy maqsadi bemorlarga tez, sifatli va individual yondashuv asosida xizmat ko'rsatish hamda tibbiy jarayonlarning samaradorligini oshirishdan iborat. Uni asosiy qismlarga raqamlashtirilgan tibbiy xizmatlar, sun'iy idrok va ma'lumotlarni tahlil qilish, IoT asosida tibbiy jihozlarni boshqarish, blockchain texnologiyalari asosida bemorlarning xavfsizligini ta'minlash va aqlli menejment va samaradorlikni oshirish kabilar kiradi. Bemorlar uchun qulaylik yaratiladi. Asosan tashxis va davolash tezligi oshiriladi, resurslarni samarali ishlatish, tibbiyot xodimlarining yuklamasi kamaytiriladi, xavfsiz va maxfiy tibbiy ma'lumotlar blockchain texnologiyasi asosida himoyalanadi. Raqamlashtirilgan tibbiy xizmatlar orqali bemorlarning tibbiy kartalari elektron shaklga keltiriladi. Demak, Smart klinikamizni asosiy tarkibiy qismlari ko'rsatib o'tilgan, asosiy afzalliklarini aytib o'tdim. Va Smart klinika modeli tibbiyot muassasalarini raqobatbardoshligini oshirishga quyidagicha ta'sir ko'rsatadi. Xizmat sifati orqali raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va samarali narx siyosatini belgilash,
bemorlar sodiqligini oshirish va bemorlar bazasini kengaytirish, innovatsiyalar orqali raqobatda ustunlikni ta'minlash va marketing strategiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur ilmiy yangilikni amaliyotga joriy etilishi natijasida biz tadqiqot olib borgan obyektlarimizda xizmatlar tezligi, sifati va aniqligi yaxshilangan. Vrachlar qabuliga navbatlar qisqarib, mijozlarni ko'rsatilayotgan xizmatlardan qoniqish darajasi ortgan. Shuningdek, resurslarni tejashga hamda rentabellikning oshishiga erishilgan. Demak, keyingi ilmiy yangiligimiz oftalmologiyaga ixtisoslashgan tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni oshirish uchun SSDM, PCCM, BBHM, OEHM va SPM modellari asosida OSIM integratsiyalashgan modeli ishlab chiqilgan. OSIM integratsiyalashgan modeli mavjud modellar birinchidan oftalmologiya sohasiga moslashtirilgan va yagona tizimga birlashtirilgan. Sog'liqni saqlash menejmentining ilg'or yondashuvlarini o'z ichiga olgan kompleks model va oftalmologik xizmatlarda raqobat ustunligini ta'minlash uchun maxsus ishlab chiqarilgan model hisoblanadi. Har bir modelning tarkibi, asosiy vazifasi va qo'llanilish sohasi ko'rsatilgan avtoreferatimizda va slaydimizda. Ya'ni PCCM modeli bemorga yo'naltirilgan xizmatlar ko'rsatish, avvalambor bemorlarning ehtiyojlarini o'rganish va individual yondashuvni yaratishdan iborat va qo'llanilish sohasi diagnostika, jarrohlik va reabilitatsiya jarayonlarida qo'llaniladi. Natijaga asoslangan narxlash tizimi xizmat sifatiga asoslangan narxlarni joriy qilishda ko'rinadi. Ya'ni ko'rish tiklash operatsiyalari va oftalmologik davolanishda qo'llaniladi. Keyingisi operatsion samaradorlikni oshirish modeli xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirish va samaradorlikni oshirishdan iborat. Bunda klinik ish jarayonlari va shifokor yuklamasini balanslash amalga oshiriladi. Sug'urta va farmatsevtika hamkorligida sug'urta kompaniyalari bilan hamkorlikda xizmatlarni qoplash, sug'urtalangan bemorlar uchun maxsus paketlar ishlab chiqarishdan iborat. Va oxirgi modelimiz bemor segmentiga qarab moslashtirilgan paketlar ishlab chiqarish, ya'ni bular premium, standart va subsidiyalangan xizmatlardan iborat bo'ladi. OSIM modelini amaliyotga joriy bosqichi 4 bosqichdan iborat. Bu birinchisi bozor tahlili, ikkinchisi narxlash tizimini takomillashtirish, uchinchisi xizmatlar sifati va operatsion samaradorlikni oshirish va to'rtinchisi sug'urta va strategik hamkorlik tizimini rivojlantirishdan iborat. Ushbu yangilikni amaliyotga joriy etilganligi natijasida xizmatlar portfelini optimallashtirishga erishilgan. Shuningdek, raqobat muhitini aniq baholash, marketing strategiyasini ishlab chiqish, resurslardan oqilona foydalanish va tibbiy turizm salohiyatini yaxshilashga erishilgan. To'rtinchi ilmiy yangiligimiz oftalmologiyaga ixtisoslashgan tibbiyot muassasalari raqobatbardoshligini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlarning optimistik, pessimistik va dinamik yondashuv bo'yicha 2030-yilgacha mo'ljallangan ssenariylarning prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Tibbiy xizmatlar ko'rsatuvchi klinikalarda raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirishda yuqori tahlillar bilan bir qatorda tibbiyot muassasalarining raqobatbardoshlikni ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlarining o'rta prognozli ssenariylarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu boisdan prognozlash uchun Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiya ilmiy-amaliy markazi hamda Urjuza klinikalarining raqobatbardoshligini ifodalovchi quyidagi ko'rsatkichlari tanlab olindi. Unga ko'ra 2030-yilga borib Respublika ilmiy ko'z mikroxirurgiya markazi klinikasi tomonidan sotiladigan xizmatlar hajmi
23.933.764 ming so'm. Bozordagi ulushi 25,6% va davolash samaradorligi 95,8% tashkil etishi mumkin. Shuningdek, 2030-yilga borib, Urjuza klinikasi tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi 22.638.037 ming so'mni, bozordagi ulush 23,2% va davolash samaradorligi 92,2% ni tashkil etishi mumkin. Ushbu ssenariylarni ichidan biz eng maqbul ssenariy etib dinamik ssenariyni hozirgi zamon sharoitlariga mosligi, har tomonlama demak bozor sharoitlarini, mijozlar qoniqishini, ehtiyojlarini hisobga olgan holda bizda dinamik ssenariy optimal ssenariy deb topildi. Dissertatsiya ishi mavzusini tadqiq etishda tibbiyot muassasalarini raqobatbardoshligini boshqarish strategiyasini takomillashtirish masalalari nazariy, uslubiy va amaliy tahlilini amalga oshirish natijasida bir qator xulosalar keltirilgan va ular aksariyatda o'z aksini topgan. Hurmatli ilmiy seminar ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Cidden ma'lumotlarni tugatdi. Yani bizning kengash a'zolari savollar uchun. Aha, ajoyib. Hurmatli seminar raisi, a'zolari, Shohijon Parvoshanovni ma'ruzangizdan ma'qilib bitta savol tug'ildi menda. Birinchisi, avtoreferativ bevosita 19-bet 4-rasmida Smart klinika tizimini modelini keltiryapsiz. Bugungi kunda xabaringiz bormi yo'qmi? Demak, dasturi ham ishlayapti. Bu ikkala tizim bir-biri bilan bog'langanmi yo farqli jihatlari bormi? Ikkinchisi, bevosita bugungi kunda bilasiz, O'zbekistonda o'sha tibbiy sohasiga bevosita eksport, ya'ni chet ellardan kelib davolanuvchilar soni ham yildan-yilga oshib boryapti. Ikkinchi savolim shunaqa bo'ladiki, siz tasdiqlagan obyektlarda bunaqa holat qanday va qanaqangi tavsiyalar ishlab chiqilgan? Rahmat. Hurmatli ustozimiz, rahmat savollaringiz uchun. Birinchi savolga javob beradigan bo'lsak, demak Smart klinika modelimiz avvalambor demak klinik jarayonlarda, operatsion jarayonlarda, boshqaruv jarayonlarida hamda mijoz bilan demak tibbiyot xodimlari o'rtasidagi jarayonlarda biz qo'llashimiz mumkin. Endi albatta hozir hukumatimiz tomonidan DIMET dasturi yagona dasturiy axborot sifatida bor. Bu dasturimiz, bu dasturga ko'ra hozir O'zbekistonda 24 millionga yaqin aholi demak bu dastur orqali to'liq demak ta'minlanishi kerak bo'ladi. DIMET dasturi bizning dasturimizdan farqli ravishda ularda ozroq demak jarayonlari bor. Misol uchun elektron kassa va to'lovlari mavjud yoki o'sha bemor ma'lumotlar bazasi mavjud bizga o'xshab yoki bo'lmasam chetdagi fuqarolar uchun tibbiy turizm uchun alohida dasturni ichida paketlari mavjud. Ya'ni ular o'sha xorijiy fuqarolar uchun chet tilini biluvchi va ularda demak nimalariga xohish istaklariga moslashgan shunaqa paketlari mavjud. Bizni Smart klinikamizda bo'lsa, albatta bizda mijozlar segmentatsiyasi, xizmat taklifi, xarajatlar va daromadlar modeli, demak klinikamizda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va boshqa ko'rsatkichlarimiz mavjud. Ustoz, ikkinchi savolingizga o'tadigan bo'lsak, albatta bilamiz, O'zbekistonda juda ham tibbiy turizm shiddatli ravishda rivojlanib boryapti. Siz aytgandek, o'tgan yili 80 mingdan oshiq fuqarolar demak tashqaridan chet eldan bizga O'zbekistonga tashrif buyurishgan. Ularda asosan ko'p qismi Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelishgan. 55 mingga yaqin fuqaro demak Tojikistondan tashrif buyurgandan tashqari Rossiyadan ham bor, Turkiyadan ham bor, lekin bularda bari demak tibbiy turizmda O'zbekistonda rivojlanganligi bilan bog'liq hozirda.
Va buni qanday qilib jalb qilishimiz mumkin? Hozirda xalqaro sertifikatsiyadan o'tish dasturlari, xalqaro akkreditatsiyadan o'tish va o'sha tibbiy turizm uchun albatta biz tadqiq qilib borganmiz. Uchala korxonani tibbiy turizm salohiyatini, ro'yxatdan o'tkazilgan bemorlar statistikasini ko'rib chiqqanmiz. Sizlar raqamli texnologiyalar dedingizlar. Ko'pchilik bu qanday texnologiya? Meditsina qanday aloqasi bor? Shuni tushuntirib bersangiz. Bu asosan ma'lumotlar saqlashgan usuli, yangi iqtisodiyot tizimi, asosan tranzaksiyalar to'g'risida bo'ladi. Endi meditsina gapiringiz hozir bu birinchi savol. Ikkinchisi, raqamli xizmatlar deganda nima uchun sun'iy intellekt rolini qo'shmadingiz? Yo'q. Sun'iy intellekt hozir dunyoda mijozlarda operatsiya qilishda birinchi o'rinda turibdi. 100 ta mijozlar operatsiya qilishda bitta o'lim bo'lyapti xolos. Inson 7-8 ta o'limga boradi. Inshaalloh bu qo'lqo'mlar ketadi yoki dasturlarni ichida qoldirib ketadi, noto'g'ri tikib qo'yadi, noto'g'ri diagnoz qo'yadi. Sun'iy intellektda bu xatolar yo'q. Rahmat ustoz savollaringiz uchun. Biz smart klinika modelimizda demak blockchain texnologiyalarini taklifini berganmiz. Blockchain texnologiyalari demak bemorlarning axborotini xavfsizligini ta'minlab beradi. Ya'ni bu bemorda butunlay o'sha meditsinada o'sha qon guruhlari, misol uchun qanaqa kasalliklardan kasallangani, tibbiy karta tarixi, o'sha sohada biz blockchain texnologiyasidan asosan shu bemorda xavfsizligini ta'minlash maqsadida kiritganmiz. Ikkinchi savolda ustoz biz taklif qilgan smart klinika modeli albatta bizda sun'iy intellekt ishtirokisiz bo'lmagan. Sababi biz mana albatta AI, artificial intelligence degan so'zni kiritganmiz. Bu bizda sun'iy intellekt degan ma'noni anglatadi va biz smart klinikamizda medical imaging nomli sun'iy intellektdan foydalanganmiz. Bu sun'iy intellekt asosiy vazifasi u o'sha tibbiy tasvirlarni rentgen, CT, MRT kabi tasvirlarni avtomatik ravishda tahlil qiladi va o'sha shifokorga ertaroq qaror qabul qilishiga yordam beradi. Albatta biz sun'iy intellektga ishonib qolmaymiz. U faqat bizga yordamchi vosita sifatida ishlatamiz. Birinchi navbatda tibbiyot muassasalari bu o'rganish kerak bo'lgan soha. Tibbiyot muassasalari bo'yicha deganimda mana o'rganadigan sohasi juda ko'p. Ishingiz ishda savol paydo bo'ldi. Mana ikkinchi, uchinchi jadvalingizni bir qarasak, birinchi, uchinchi jadvaldan boshlayman. Mana bozor ulushi, bozordagi ulushni beryapsiz. Tibbiy xizmatlar. Qaysi bozor nazarda tutilgan? Bu muassasalar davlatlarga ham xizmat ko'rsatyaptimi, yo'q? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, mana 5 ta kompaniya bergan OSIM modeli. OSIM modeli o'zi bor, lekin mana O'rjuzada yoki davlat ko'z kasalliklari shifoxonasi bu bormi? Qo'llanilyaptimi amalda? Yo'q, bu taklifmi? Nima? Rahmat ustoz savollaringiz uchun. Biz tadqiqot ishimizda keltirgan demak o'sha jadvallarimizda bergan bozor ulushi degan tushunchamiz albatta hisobga olinyapti. Biz tadqiqotimiz davomida Farg'ona viloyatidagi oftalmologik klinikalar bo'yicha demak tadqiqot olib borganmiz. Shuning uchun bozor ulushi deganda aynan shu Farg'ona viloyati territoriyasini olganmiz tadqiqotimizda. Soha bo'yicha tibbiy xizmatlarni olganmiz. İkincisi OCIM modeli. Bu bizda demak oftalmologiyaga moslashtirilgan model hisoblanadi.
Va albatta biz tadqiqot olib borgan klinikalarimizda ushbu modellarni joriy etganmiz va ular hozirda bizga o'sha natijalar keltirishgan. Ular o'sha so'rovnomalar orqali, bemorlar bilan bo'lgan suhbatlar orqali biz klinikadan shu ma'lumotlarni olganmiz. Aha, Mana Smart klinika bo'yicha savolim bor edi. Bu qiziqarliroq masala ekan. Smart klinikada shu 4-rasm 19-betdagida bir joriy etish mexanizmlari qanday buni? O'sha amaliyotga joriy etish mexanizmlari. Ikkinchi savol, ssenariylar keltirilgan. Bu 5-jadval 24-betda. Bunda keltirib o'tyapsiz optimistik, pessimistik, dinamik ssenariylar keltirilgan. Bularda o'zaro farqlari nimadir? Farqli xususiyatlari qanday? Rahmat ustoz savollaringiz uchun. Bizni tadqiqotimizdagi demak smart klinika modelimizda mexanizmlarini so'ragansiz. Buni tadqiq etish mexanizmlari o'zi smart klinika dasturi, demak bizda Smart Hospital, Smart Clinic degan dasturlar bizda AQShda, Germaniyada, Janubiy Koreyada, Yaponiyada, Turkiya kabi davlatlarda qo'llaniladi, lekin O'zbekistonda hali bu model demak kelajagi porloq model deb hisoblayman. Demak uni joriy etish mexanizmlariga kelsak, bizda mana chizmamizda ko'rsatib o'tilgan bu demak birinchi bosqich tahlil va rejalashtirish bosqichi, ikkinchi bosqich texnologik infratuzilmani yaratish bosqichi, uchinchisi xodimlarni o'qitish bosqichi, keyingi bosqichimiz demak sinov va yangi tizimlarni ishga tushirish bosqichi va oxirgi demak bosqichimiz to'liq joriy etish va integratsiya bosqichi va eng yakunida natijalarni tahlil qilish va takomillashtirish ishlari amalga oshiriladi. Ustoz, ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, biz tadqiqotimiz davomida 3 xil ssenariylarni keltirib o'tganmiz. Bular optimistik, pessimistik va dinamik ssenariylarni biz demak qo'llaganmiz. Ushbu ssenariylarga ko'ra, demak pessimistik ssenariy o'zi nomidan bilinib turibdi, bu o'sha tibbiyot muassasalarida qandaydir salbiy oqibatlar, pandemiyalar yoki siyosiy jihatlar, ekologik ta'sirlar, demak barcha salbiy ta'sirlarni hisobga olgan ssenariy hisoblanadi. Dinamik ssenariy bo'lsa barcha mavjud iqtisodiy, tashkiliy, siyosiy, ijtimoiy sharoitlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladigan demak ssenariy hisoblanadi. Va optimistik ssenariy, bu ham nomidan bilinib turibdi. Bu demak innovatsiyalarga moslashish, hozirgi zamondagi demak eng qulay ichki va tashqi omillar ta'sirida demak tibbiyot muassasalarini barqaror o'sishini ta'minlaydi. Lekin har doim ham tibbiyot muassasalari demak o'zgarishlarga moslashuvchanlik vaqtida bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz hozirda bizda eng maqbul ssenariy dinamik ssenariyda optimal deb hisoblaymiz. Optimal variant deb hisoblaymiz. tushunarli. Marhamat, yo'llash. Rahmat. Tadqiqotlar davomida ko'ryapmiz, yangi obyektlar, yangi muammolar ko'tarilyapti. Bu ham tadqiqot doirasida o'rganish kerak bo'lgan obyektlar ko'pligini kelgusi ishlarda o'sha yangi qochlarga, yangi obyektlar o'rganish kerakligini ta'kidladi. Xo'p, mana bunday savollar paydo bo'ldi. Savol 16-betida birinchi jadvalda avtomobil tibbiyot muassasalarini raqobatbardoshlik xususiyatlarini tahlil etgansiz. Buni qanday hisoblab, qanday aniqlagansiz? Qaysi usullardan foydalanib xulosalarga kelingan? Ikkinchi savol 17-betda 3-rasmda avtomobil tibbiyot muassasalarini raqobatbardoshlikni boshqarish bo'yicha strategik mexanizm taklif etgansiz. O'sha yondashuvlar berilgan. Endi bu qaysi jihatlari yangilikni izohlaydi? Qaysi jihatlari siz tomonidan taklif etib takomillashtirildi? Rahmat ustoz savollaringiz uchun.
Demek, avtoreferatimizning 16-betida biz raqobatbardoshlik xususiyatlarini tadqiq qilganmiz. Bunda biz raqobatbardoshlik darajasini demak yuqori, o'rtacha va past darajalarga ajratib chiqamiz. Ushbu jadvalda biz demak ko'rsatkichlarini qanday qilib topdik degan savolga birinchi integratsion modelimizda biz geometrik agregatlash formulasini ishlatganmiz. Bu geometrik agregatlashni maqsadi demak resurslardan foydalanish indeksi, raqobat indeksi va boshqaruv jarayonlari yetukliligi indeksi kabi ko'p mezonli integral ko'rsatkichlarni biz hisoblab topganmiz. Bu ko'rsatkichlarga ko'ra 0 dan 0,39 foizgacha past raqobatbardoshlik, ya'ni resurslar tizimida muammolar mavjud. 0,40 dan 0,69 darajagacha o'rta, ya'ni barqaror, lekin raqobatda ustunligi cheklangan. 0,100 dan 70 dan 1gacha yuqori, ya'ni resurs samaradorligi va boshqaruv yetukliligi hisobiga raqobat afzalliklarini hisoblab topganmiz. Albatta, biz formula orqali demak barcha ko'rsatkichlarni bitta ko'rsatkichga keltirib olib, shu darajalarga ajratib chiqamiz. Xo'p, ikkinchi savolingiz 17-beti 3-rasmda strategik mexanizm qaysi jihatdan takomillashtirilgan? Ustoz, demak bizda avtoreferatimizda ko'rsatib o'tganmiz 17-betida biz tomonimizdan har bir strategiyani ishlab chiqarishdan boshlab joriy etish bosqichigacha, amalga oshirish bosqichigacha har bir sohada demak biz yangiligimizni, taklifimizni berganmiz. Ya'ni strategik maqsad tuzish bosqichida va ichki va tashqi muhit tahlilida biz mijozlarga individual yondashuv tahlilini taklif qilganmiz. Bunda teleoftalmologiya xizmatlari va ko'rish profilaktikasini targ'ib qilish dasturlarini joriy etish, keyingi bosqichimizda, ya'ni oftalmologik tibbiyot muassasalari raqobatbardoshlik strategiyasi tatbiq etishda mavjud tibbiy xizmatlarni integratsiyalashuvi, ya'ni franshiza va tibbiy turizm xizmatlarini qo'shganmiz. Reabilitatsiya va davolash xizmatlarini interaktiv ravishda amalga oshirishni kiritganmiz. Profilaktik chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish, ya'ni ko'rish salomatligi va ko'z uchun maxsus fitness dasturlarini biz taklif sifatida berganmiz va holistik yondashuvni kiritganmiz. Bu misol uchun akupunktura, yoga, meditatsiya xizmatlarini taklif qilish. Akupunktura bu igla terapiya hisoblanadi. Va oxirgi bosqichda biz raqobatbardoshlik strategiyasini nazorat qilish va baholash bosqichida moslashuvchi narx siyosati va optimal xizmat paketlarini ishlab chiqishni taklifini kiritganmiz. Ho'p, bunda ilmiy kengash a'zolarida bormi? Bunda boshqa savollar bo'lmasa, ho'p, davom etamiz. Tuz ilmiy kotibga beriladi. Marhamat, yo'llash tashkilot rasmiy markazi nimani ilmiy rahbar xulosasi bor. Agar qo'shimchalaringiz bo'lsa, shular bilan cheklanamiz. Bunda Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Abdurahmonova Shohida Ravshanovaning 18.00.13 menejment ixtisosligida tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilot sifatida Andijon davlat
universiteti belgilangan. Mazkur tashkilot tomonidan berilgan xulosada ilmiy ishni yutuqlari, unda olingan ilmiy natijalar to'g'risida batafsil to'xtab o'tilgan, lekin men e'tiborlaringiz uchun faqat o'sha sanoqli kamchiliklarni havola qilsam. Demak, yetakchi tashkilot tomonidan berilgan taqdirda yuqoridagi yutuqlar bilan birga ayrim kamchiliklar hamda mulohazalar mavjudligi qayd etilgan. Bular quyidagilar. Birinchisi, tadqiqot ishining 3-ilmiy yangiligida oftalmologiyaga ixtisoslashgan tibbiyot muassasalarida boshqaruvda qo'llaniladigan OSIM integratsion modelini PDR, PSSM va boshqa modellar asosida takomillashtirish taklifi berilgan. Biroq mazkur modellarning mazmun mohiyati va OSIM tarkibidagi o'rni kengroq yoritilganda tadqiqot natijalari ilmiy asoslanganligi yanada mustahkamlangan bo'lar edi. Ikkinchi, dissertatsiyada oftalmologik xizmatlarda raqobatni aniqlovchi asosiy mezonlar, tashxisni aniqligi, davolash samaradorligi, xavfsizlik, kutish vaqtining qisqaligi, jarrohlik muvaffaqiyat darajasi, bemorlar bilan muloqot va kadrlar malakasi ekanligini tadqiqot natijalari ko'rsatdi degan xulosaga kelingan bo'lib, kadrlar malakasini ahamiyati yanada chuqurroq bayon etilganda, ilmiy ishning ahamiyati yanada ortar edi. Uchinchi, tibbiyot sohasida innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy, texnologik, kadrlar va axborot xavfsizligi bilan bog'liq omillarni alohida tizimlashtirish kelgusida taklif etilgan tavsiyalarni barqarorligini oshirishga xizmat qilgan bo'lar edi. To'rtinchi, tadqiqot natijalari alohida klinikalar misolida sinovdan o'tkazilgan bo'lib, kelajakda tadqiqot qamrovini kengaytirish, shuningdek prognoz ssenariylari va OSIM modeli indikatorlarni batafsilroq yoritish, modellarni umumlashtirish va amaliyotda kengroq tatbiq etish imkoniyatini yaratadi. Dissertatsiya ishi yuzasidan yuqoridagi ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar va bildirilgan mulohazalar ishning nazariy va amaliy ahamiyatiga beriladigan ijobiy bahoga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan xulosaning bir qaror qismida quyidagilar ta'kidlangan. Birinchi, Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Abdurahmonova Shohida Ravshanovnaning iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun 08-00-13 menejment iqtisodiyotida tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikning boshqa strategiyasini takomillashtirish mavzusida bajarilgan dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan, mantiqan yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, u O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyalariga qo'yilgan nizom talablariga to'liq javob beradi. Ikkinchi, tayanch doktorant tomonidan e'lon qilingan ilmiy maqolalar, avtoreferat va dissertatsiya ishining mazmunini ilmiy maqolalar, avtoreferat va dissertatsiya ishini mazmunini to'liq aks ettiradi. Dissertatsiyaning har bir bo'limi bo'yicha nashr qilingan ilmiy ishlar mavjud hamda ishda erishilgan yangiliklar va olingan ilmiy natijalar amaliyotga joriy qilingan. Uchinchi, Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Abdurahmonova Shohida Ravshanovnaning iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun 08-00-13 menejment ixtisosligida tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DC-03-2025-27-12-I-19-05 raqamli ilmiy kengashga himoya qilish uchun tavsiya etiladi va uning muallifi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblanadi. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan xulosa Andijon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Karimjonov tomonidan imzolangan va universitetning gerbli muhri bilan tasdiqlangan. Endi e'tiborlaringizga dissertatsiya avtoriferatiga kelib tushgan taqrizlar to'g'risida ma'lumot bersam, demak, birinchi taqriz ISMA universitetidan kelgan Latviya, taqriz mazkur universitet iqtisodiyot kafedrasi professori, iqtisod fanlari doktori Yuliya Mironova tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kuzatilmagan. Ikkinchi taqriz Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti innovatsiya va sanoat siyosatini boshqarish kafedrasi iqtisodiyot fanlari doktori professor Paltarixin Andrey Leonidovich tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kuzatilmagan. Uchinchi taqriz Namangan davlat texnika universiteti
Menejment kafedrasi mudiri, iqtisod fanlari doktori professor Mullaboyev tomonidan imzolangan. Ikkinchi ko'rsatilgan kamchilik. Ikkinchi ilmiy yangilik doirasida taklif etilgan baholash modeli ayrim tibbiyot muassasalarida sinovdan o'tkazilgan bo'lsa-da, uni boshqa ixtisoslashgan tibbiyot muassasalariga moslashtirish shartlari afzal referatda qayd etilmagan. Qo'shimcha taqriz Toshkent davlat agrar universiteti agrar iqtisodiyot kafedrasi mudiri, iqtisod fanlari doktori professor Ochiyev tomonidan imzolangan. Kamchilik raqobatbardoshligini baholashda bemorlarning ijtimoiy demografik xususiyatlari va ularni xizmat tanlash xulq-atvori chuqurroq tahlil qilinishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Raqamli texnologiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan tashkiliy va kadrlar bilan bog'liq cheklovlar alohida tahlil qilinishi esa ishning amaliy ahamiyatini yanada oshirgan bo'lar edi. Navbatdagi taqriz Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti, iqtisod fanlari doktori Hajimurotov Abduqohir Abdumutalovich tomonidan imzolangan. Kuzatilgan kamchiliklar Smart klinika biznes modeli bo'yicha iqtisodiy natijalar keltirilgan bo'lsa-da, avtoreferatda xarajat foyda yoki kipay ko'rsatkichlarni o'lchash mexanizmlari yanada aniqroq ifodalanishi, joriy etish samaradorligi yanada ravshanlashgan bo'lar edi. Tadqiqotda xalqaro menejment va sog'liqni saqlash boshqaruvi tajribalariga murojaat qilingan. Biroq ayrim xorijiy misollarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish mexanizmi avtoreferatda yanada qisqa izoh bilan boyitilishi mumkin edi. Navbatdagi taqriz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar kafedrasi dotsenti, iqtisod fanlari doktori Karimov tomonidan imzolangan. Ko'rsatilgan kamchilik xorijiy tibbiyot muassasalari tajribasini qiyosiy tahlil qilish yanada kengroq yoritilishi mumkin edi. Navbatdagi taqriz Namangan davlat texnika universiteti iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, iqtisod fanlari falsafa doktori Ibragim tomonidan imzolangan. Ko'rsatilgan kamchiliklar xususiy tibbiyot muassasalari xususan oftalmologiya sohasidagi ilg'or tajribalarni hududiy kesimda qiyosiy tahlil qilish yanada kengroq yoritilishi mumkin edi. Taklif etilgan strategik modellar bo'yicha risklarni baholash va ularni joriy etish mexanizmlari alohida tizim sifatida batafsilroq asoslanishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Navbatdagi taqriz Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti nodavlat oliy ta'lim muassasasi iqtisodiyot kafedrasi dotsenti Safina Nafisa Xalgatovna tomonidan imzolangan. Ko'rsatilgan kamchiliklar taklif etilgan strategik modellar bo'yicha moliyaviy samaradorlik ko'rsatkichlari uzoq muddatli kesimda batafsilroq asoslanishi mumkin edi. Navbatdagi taqriz Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti moliya va kredit kafedrasi mudiri, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori professor Rejabov tomonidan imzolangan. Ko'rsatilgan kamchilik raqobatbardoshlik strategiyalarining hududlar kesimidagi farqlanishi hamda tibbiyot muassasalarida kadrlar boshqaruvi va raqobatbardoshlik o'rtasidagi bog'liqlik alohida tahlil qilinishi mumkin edi. Barcha taqrizlarning xulosa qismida Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Abdurahmonova Shohida Ravshanovnaning dissertatsiya avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob berishi va muallif 08-13 menejment ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib nomzod deb qayd etildi. E'tiborlaringizga rahmat. Rahmat. Yetakchi tashkilot universitet taqdirida hamda avtoreferatga ko'rib tushgan taqdirda ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha o'zini munosabat bildirish uchun dissertatsiya rahmat. Rahmat ustoz. Demak, biz barcha kamchiliklarni ilmiy rahbarimiz bilan birgalikda ko'rib chiqqan holda dissertatsiya ishimizni to'g'irladik va kelgusi ishlarimizda demak bo'lgusi takliflarni hisobga olamiz. Rahmat. Dissertatsiyani to'g'rilash, avtoreferat to'g'rilash mumkin emas. Bilgusida dissertatsiya davom ettiramiz. So'zni mamnuniyat bilan birinchi rasmiy opponent iqtisodiyot fanlari doktori professor Xonkeliyeva Go'zal Shernaga beramiz. Marhamat. Go'zal Shernak eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Nima eshityapman ustoz? Assalomu alaykum. Hurmatli Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Abdurahmonova Shohida Ravshanovnaning tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzusidagi 080013 menejment ixtisosligi bo'yicha PhD falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyani men ham juda ham sinchkovlik bilan ko'rib chiqdim. Shak shubhasiz dissertatsiya ishi juda ham dolzarb mavzuni ochishga qaratilgan. Chunki bugungi kunda aynan tibbiyot muassasalarida sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish, uni raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion usullar bo'yicha uni boshqarish juda ham dolzarb muammolarni o'zini oldiga qo'yyapti va xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, raqobatbardoshlikni strategik boshqarish mexanizmlari joriy etilgan tibbiyot muassasalarida mehnat unumdorligini o'rtacha 25-30%ga, bemorlar qoniqish indeksi esa 15-20%ga oshgan. Biroq ushbu yondashuvlarni milliy sog'liqni saqlash tizimini sharoitida moslashtirish, hududiy va institutsional xususiyatlarni hisobga olgan holda ilmiy asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish masalasi hanuzgacha yetarli darajada tadqiq etilmagan. Aynan shu muammolarni tadqiq etishga mazkur bugungi tibbiyot muassasalarida strategik boshqaruvni takomillashtirish, xizmatlar sifati va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan bo'lib, ilmiy amaliy ahamiyat kasb etadi mazkur dissertatsiya ishi. Endi dissertatsiya ishi tadqiqotchi tomonidan mustaqil bajarilgan bo'lib, mana ma'ruzasidan ham, savol-javoblardan ham ko'rdik, juda ham atroflicha asosiy jihatlarga to'xtalingan. Shuning uchun ruxsat bersangiz, ilmiy kengash raisi, men o'zim ko'rib chiqib kamchiliklarga to'xtalsam. Birinchisi, dissertatsiyada oftalmologiya klinikalari uchun tavsiya qilingan model innovatsion va integratsiyalashgan yondashuv sifatida keltirilgan. Biroq avtoreferatda ushbu modelning amaliy samaradorligi, bemor qoniqishi, xizmat keltirilmagan. Shu sababli modelni real amaliy qo'llanilishi va jahon tajribasi bilan solishtirilgan samaradorligini baholash imkoniyati cheklangan. Ikkinchisi, dissertatsiyada smart klinika modeli innovatsion yondashuv shaklida tavsiya qilingan. Biroq ularni joriy etilishi uchun zarur infratuzilma, kadrlar tayyorgarligi va moliyaviy resurslar yetarlicha tahlil qilinmagan. Shu sababli modelning real amaliyotda tatbiq etilish imkoniyati va samaradorligini baholash ilmiy jihatdan to'laroq ko'rsatilishiga maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchisi, prognoz ssenariylarini shakllantirishda pessimistik, dinamik va optimistik tashqi makroiqtisodiy omillar, sog'liqni saqlash sohasidagi normativ huquqiy o'zgarishlar hamda demografik omillarni ta'siri asosida ko'rsatib berilganda ishning dolzarbligi yanada ham oshgan bo'lar edi. Keltirib o'tilgan kamchiliklar albatta tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, dissertatsiya ishini salohiyatiga ta'sir qilmaydi. Xulosa qilib aytganda, Abdurahmonova Shohida Ravshanovnaning tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan va tugallangan ilmiy ish bo'lib, uni 080013 menejment ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, so'zal she'rimni auditoriya savob Yo'q. Rasmiy Rahmat ustoz. Bugun shunaqa bo'lib qoldi. marhamat. Keyingi ishlarimizda albatta siz tomongizdan bildirilgan kamchiliklarni hisobga olib, keyingi jiddiy ishlarimizda davom ettiramiz. Rahmat ustoz. So'z ikkinchi rasmiy apparat iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent Rahmat. Rashidovichga beriladi, qatnashyapti. Yo'q, Aliza dars qilib qoldi, shu akademiyada bo'lgan ekan. Marhamat, ilmiy kotib bo'lmasa, Hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari, e'tiborlaringizga ikkinchi rasmiy apparat tomonidan berilgan taqrizni o'qib beraman. Agar ijozat bersalaringiz qisqaroq qilishga harakat qilaman. 7 barobar
jami 7 barobar taqriz berilgan. Taqrizda o'sha ilmiy ishda yangiligi, dolzarbligi, uni joriy etilishi, demak uni o'sha tibbiyot sohasida boshqaruvni tashkil etishdagi tutgan o'rni bo'yicha ijobiy fikrlar bildirilgan va shu bilan bir qator ayrim mulohazalar ham va kamchiliklar sanab o'tilgan. Ijozatlarimda shu kamchiliklarni o'qib bersam, demak, dissertatsiya ishi ayrim kamchiliklardan ham xoli emas, xususan tadqiqotda tibbiyot sohasida raqobatbardoshlik tushunchasini iqtisodiy mazmuni va uning boshqaruv strategiyalari bilan bog'liq jihatlari yoritilgan bo'lsa-da, zamonaviy xorijiy maktablar qarashlari bilan qiyosiy tahlil yetarli darajada chuqurroq olib borilmagan. Ikkinchi, tibbiy xizmatlar bozorida raqobat muhitiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan bo'lsa-da, litsenziyalash, davlat buyurtmasi, tarif siyosati va sug'urta mexanizmlarini raqobatbardoshlikka ta'siri yetarlicha tizimlashtirilmagan. Uchinchi, tibbiyot muassasalarida xizmat sifati orqali raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan, ammo ularni amalga oshirish bosqichlari, resurs ta'minoti va samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlashtirilmagan. Bizning fikrimizcha, yuqorida keltirilgan holatlar va kamchiliklar dissertatsiya ishining umumiy mazmuniga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va ularni inobatga olinishi dissertatsiya ishi va uning avtoreferatining ilmiylik darajasini yanada kuchaytirishiga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, Abdurahmonova Shohida Ravshanovnaning tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan va tugallangan ilmiy ish bo'lib, u 08.00.13 menejment ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasiga qo'yilgan talablarga javob beradi va uning muallifi iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq va mazkur ish ilmiy kengashga himoya qilishga tavsiya etiladi. Demak, taqrizchi Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlar markazi bo'lim boshlig'i Sanjar Adizov, iqtisod fanlari doktori, Datsiya. Rahmat. E'tiborlar uchun rahmat. Marhamat. Rasmiy taqrizda ko'rsatilgan so'z bo'yicha munosabat. Ustozimiz Azizov Sanjar Rashidovichga katta minnatdorchilik bildiraman. Ilmiy ishimizni sinchkovlik bilan ko'rib chiqqanlari uchun ularni taklif va tavsiyalarini keyingi ishimizda e'tiborga olamiz. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya himoyasining rasmiy muhokama so'z bayoniga yetdi. Marhamat, kim norasmiy chiqish marhamat. Otaboyev. Blockchain gapida shunga bir aniqlik kiritmoqchiman-da. Blockchain bu ma'lumotlarni saqlashning yangi iqtisodiyot tizimi. Blockchainda meditsina blogi bor. 1 megabaytdan iborat ma'lumotlar saqlanadi. Endi bunda kasal insonlarning obyektlari, ma'lumotlari, kasal turlari, bu meditsina sohasidagi ixtiro va kashfiyotlar, keyin dunyoda klinikalar ro'yxatida spravishnik bor. Ya'ni kim qanday kasallikni qaysi klinikaga murojaat qilish to'g'risida. Keyin blockchainda koshelyogi bor. 4 ta valyuta kriptovalyuta saqlanadi. Dollar, yevro, rus puli va so'rmas. Ular o'ldirmas saqlanadi. Yani dorilarni olishingizda boshqaga o'sha pullar bizga yo'qsiga o'zini tuzatishga aytishi mumkin. Endi sun'iy intellekt masalasida hali aytdingiz-ku, o'sha smart klinikada sun'iy intellekt ishlaydi, to'g'ri. Meditsinaning turli xillari, vrachlar, o'sha aytyapmiz, operatsiya qiladigan vrachlar, meditsina hamshiralari, hammasi sun'iy intellekt. Chet ellarda odam kam ishlaydi. Ularga ishonch to'la. Ular chunki dasturlangan dastur bo'yicha 10 soat to'g'ri ishlashadi. Ya'ni raqamli dasturlarda ular. Shularni e'tibor qilib kelsangiz yaxshi. Lekin men sizning javoblaringizni qarab turdim.
ijobiy baholayman. Hamma ham shu sizga nima berishdi? Rahmat muhojir aka. Marhamat. Ajoyib. Kengash a'zolari bugungi kunda bilyapmiz, tibbiyot sohasida shiddat bilan rivojlanayotgan sohalardan bittasi. Va bugungi kunda juda ham haligi mana yangiliklar mana fotolar ustozim aytdi. Kecha ham ijtimoiy tarmoqda ko'ryapmiz. Xitoyda doktorsiz sun'iy intellekt yordamida davolangan. Mana tajriba o'tkazilyapti. Albatta tibbiyot sohasida bo'lib eng qiyin sohalardan bittasi bu oftalmologiya. Mana shu qizimizga bir rahmat aytishimiz kerak, chunki juda ham ko'z kasalliklari bilasan qiyin. Ko'pchiligimiz ishimiz tushgan, masalan, men shaxsan dadam hozirgacha davolashgan, hozirgacha nima borib turishga majbur, lekin juda qiyin soha. Yana bitta narsani aytmoqchiman, Shohidaxonni bitta katta yutug'i o'sha onalari juda ham katta o'sha sohani nimasini olib yegan deydi-yu. Shuning uchun menimcha bu yerda juda ham yaxshi iqtisodchi bo'lsa ham tibbiy jihatdan juda ham yaxshi dissertatsiya ichida nimada mana kafedrada muhokama qilganmiz, seminarlarda juda ham yaxshi ertaga ustozlarni ko'pchiligiga taklif berishni, yoshlarni ko'pchiligini inobatga olgan. Albatta men bu bilan to'xtab qolmasligimiz tavsiya qilardim. Mana o'sha smart klinikani aytyapmiz. Mana bugungi kunda davlat tomonidan rivojlanayotgan internet dasturini aytyapmiz. Bularni baribir integratsiya masalasini o'ylab ko'rish kerak. Ikkinchidan o'sha mana bugungi kunda 11 oyda yakunida agar biz statistikani ko'rgan bo'lsak, 80 mingdan ortiq chet el fuqarolari O'zbekistonga kelib davolanadi. Va bizda Qirg'izistonda, mana yo'lash Tojikistonda juda ham katta imkoniyatlarimiz bor. Ya'ni baribir eksport salohiyatimizni kuchaytirishimiz kerak, chunki bu bo'yicha meditsinalarimizda texnologiyalar ancha rivojlangan. Ayniqsa Toshkentda biz ko'p klinikalarga borganimizda Tojikistondan borib yotib olishayotgan odamlarni ham ko'rdikda. Shuning uchun menimcha bu sohalarga ham albatta yana kelgusi tadqiqotlaringizda e'tibor qaratsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Umuman ilmiy kengash a'zolarini mana shu tadqiqotchimizni, yosh olimamizni qo'llab-quvvatlab qolishlarini so'rab qolaman. Rahmat. Rahmat. Marhamat, professor Abdullayev. Endi o'zi to'g'risini kerak yana bir hamlarni keltirdi. Chunki bu kasallikni davolash masalasi, umuman kasallik masalasi bu jamiyat muammosida. Buni aytaylik, boshlardagina yoki mana tadqiqotchilarni bu sovet muammosi bilan emasda. Endi o'zi jamiyat rivojlangan sari agar ko'rsatilgan shu jumladan sog'liqni saqlash sohasida xizmatlar takomillashib boraversa, kasallik kamayib borishi kerak. Ikkinchisi hozirgi global rivojlanish davrida insonlardagi stressni shunaqa ko'pligi u boshga ham, oyoqqa ham, ko'zga ham hammasiga ta'sir qiladi. Bu nuqtai nazardan qaraganda bugun mana bo'layotgan savol javoblardan ham ma'lumki muammolar ichilib yotibdi. Endi o'sha muammolarni hammasini mana shu xizmatlarga hech farqi deyishimiz darkor. Kishi ham qo'ldan kelganicha asl o'zi idroki darajasida o'sha topgan kamchilikni tugatish yo'ldan qo'llab-quvvatlab ta'minlash kerak. Chunki bu kishi tugatib ko'rsatma, bundan kasallikka qolarmi? Kasallanmay qolarmi? Kasallanib bo'ladi, insonlar bor ekan bo'ladi, bu boshqalar ham shuni nimasini qiladi. Buning uchun aytyapmanki, men qo'llab-quvvatlayman bu ishni. Qo'llab-quvvatlayman, yaxshi ish qilingan. Yaxshi ish qilingan. Bo'layotgan kamchiliklar bor. İnsan o'zi kamchilik qilgan, insonni ichiga bo'ladi, tabiat shunday bo'lsa, ishini ham kamchilik bo'ladi. Lekin bu kamchiliklarni ta'minlab tugataman deyapti. Bu degan gap, bu kelajakda men yana ishlayman degani. Buni hisobga olaman degan, qo'llab-quvvatlayman. Bular marhamat. Qatnashchilardan o'tgan assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari qatnashib. Mana biz Shohidaxon Ravshanovani ishini muhokamasini ko'ryapmiz. Bu ishda men o'qiganman, dissertatsiyani birinchi variantini kafedrada qo'shmalar muhokama qilganmiz, bu marta eshitdik. Haqiqatda dolzarb. Bu dolzarbligini yana shu narsalar asosida hozirgi kunda dunyo bo'yicha 2 milliard 200 million kishini mashq ko'rish qobiliyati bo'yicha muammosi bor ekanda. Demak, bu o'rtada bitta odamga taalluqli bo'lgan masala. Endi men bu yerda ko'p gapirib o'tirmayman, ko'p gapirib o'tirmayman. Menimcha bu yerda yaxshi bo'lardi. Iqtisodiy mana fikrlaringizni bildiryapti, boshqa fikrlarni takliflar beryapti.
Mana shu takliflar qanaqangi iqtisodiy samara beradi. Mana smart klinikani joriy qilishyapsiz. Hop, telemeditsina, masofaviy tashxislar kabi masalalarni qo'yyapsiz. Bu narsalar albatta o'sha mijozlar bazasini kengaytiradi. Qo'qondan Farg'onaga kelib, nimadan o'tmasdan turib, o'sha telemeditsina yoki masofaviy tashxislar orqali Ma'murjon akam aytgandek, hali sun'iy intellekt yordamida tashxislarni qo'yish mumkin. Xabarlaringiz bor, hozirgi kunda hattoki Saudiya Arabistonida shifokorlarsiz shifoxona tashxislanyapti. Shifokor yo'q. Sun'iy intellekt mana beryapti, tashxislayapti, Dorilar haqiqiyligini aytadi. Manimcha bu narsa ham bizga katta iqtisodiy nafaqat iqtisodiy hamda sotsial va ijtimoiy samaradorligi ham bo'lsa kerak. Yuqoridagi bildirilgan fikrlarga qo'shilgan holda xizmatimizni bartaraf qilib, DC'ni himoya qilayotgan fikrlar tarkibini bajaramiz bo'lardi. DC'da shu kamchiliklarni bajarganingizga ishlaylik dedim. Buning uchun imzoga o'zlari DC'roq ma'qullikka yakun bilan birgalikda eshitamiz buni. Rasmiyatga solamiz. Marhamat, norasmiy abonentlarning chiqishlariga fikr mulohaza bilish uchun so'zni diskutat ko'rgandik. Rahmat katta, barcha fikrlar uchun juda ham qadrli. Rahmat, bu mavzu juda ham yuragimga yaqin, chunki yoshligimdan onam oftalmologiya sohasida ishlab kelgan. Biz barcha jarayonlardan xabarimiz bor. O'sha bo'lim boshlig'i mikrokirurg bo'lishgan. Shuning uchun bu sohani tanlaganman. Sizlar bergan taklif va tavsiyalaring albatta kelajakda inobatga olinadi. Rahmat. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, navbatdagi jarayonga o'taylik. Dissertatsiya ishini baholash uchun ovoz berishdan oldin yashirin ovoz berish komissiyasini shakllantirishimiz kerak ekan. Qanday takliflar bor? Tushda bo'lsin degan taklif tushyapti. Marhamat, personallik. Demak, Toshpo'lat Voyib Umarov, Qambarov jamoatning xizmatidagi To'rtbuta Voyib Mahmudov. Kim ushbu nomzodlarga ovoz bersa, marhamat. Marhamat. Davom etamiz. Hisob komissiyasi yashirin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z hisob komissiyasi. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Saylangan komissiya tarkibi O'tiboy Muhammad aka, Toshpo'lat Voyib Qambarov jamoatlik. Komissiya Abdurahmonov Shohidalar Sharmlarning iqtisodiy fanlari bo'yicha PhD ilmiy darajasini olishga kirgan dissertatsiya yuzasidan tuzilgan. Kengash tarkibi 21 kishidan iborat. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 21 kishi. To'rt qilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 5 nafar fan doktori ishtirok etdi. 21 ta byulleten tarqatildi, tarqatilmay qolgan byulletenlar yo'q. O'shada 21 ta byulleten borligi aniqlandi. Abdurahmonov Shohida Ravshanovga iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini 5 bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 21 ta 100%, qarshilar yo'q. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Mazkur qarorni tasdiqlashni so'rayman. Marhamat. Mana rozi. Hurmatli kengash a'zolari, sizlarga mazkur dissertatsiya ishi bo'yicha ilmiy kengash xulosasining lavhasi tarqatilgan. Marhamat. Asos uchun qabul qilinadigan takliflar, kimda o'zgartirishlar takliflar bo'lsa, yozib mikrofonga taqdim qilishlaringiz mumkin. Shunday qilib, hurmatli kengash a'zolari, Farg'ona davlat texnika universitetida ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash dissertant Farg'ona davlat texnika universiteti tayyorlagan Abdurahmonov Shohidalar tomonidan 08-00-13 menejment ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tibbiyot muassasalarida raqobatbardoshlikni boshqarish strategiyasini takomillashtirish mavzusida tayyorlangan dissertatsiya ishini rasmiy himoyasi va yashirin ovoz berish natijalariga ko'ra dissertantga
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini berishga qaror qiladi va Oliy attestatsiya komissiyasi riyosatidan kengash qarori tasdiqlab berish so'raladi. Ammo kengash a'zolari shunga rozi bo'lsa, marhamat, tasdiqlab qo'yishlarini so'rayman. Rahmat. Yakunlovchi so'zni himoya qilib bo'lgan dissertatsiya bersak, marhamat. Rahmat ustozlarim. Bugun dissertatsiya ishining himoyasini taqdim etayotganimdan juda ham mamnunman. Ushbu ishimda sizning ilmiy va amaliy tajribaga tayangan mulohazalaringiz tadqiqot ishimizni yanada boyitib, kelgusidagi ilmiy izlanishlarimiz uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilishiga ishonaman. Shu o'rinda ilmiy faoliyatim davomida menga ko'mak berib borgan barcha ustozlarimga chuqur minnatdorchiligimni izhor etmoqchiman. Avvalo universitetimiz rahbariyatiga, barcha ustozlarimga, shu jumladan menejment va marketing kafedrasi mudiri Abdumalik Matkarimovичga, fakultetimiz ustozlariga va albatta ilmiy rahbarim Ashurov Muhammadjon Zotvoldiyevichga o'zimning samimiy tashakkurimni bildiraman. Shu o'rinda meni har bir jarayonda qo'llab-quvvatlagan oila a'zolarimga minnatdorchilik bildiraman. Chuqur minnatdorchiligimiz, sayoz minnatdorchilik bor. Hurmatli kengash a'zolari, ilmiy kengash kun tartibidagi rejalashtirilgan tasdiqlangan maqsadlar ayoniga yetdi. Shu bilan kengash yopamiz. Marhamat.